univerimdagi menga yoqadigan narsalar. Extremely random narsalar bo'ladi. Bu yerda aqlli gap kutmanglar. So let's get into it. Birinchisi bizning universitetda talaba degan ilova platforma bor. В основном davomatni tekshiriladi va yaqinda byurokratiyani yo'qotish uchun arizalarni topshirish uchun ham целый bar qilib qo'yishgan. Просто шикарный ilova bo'lib qolgan. Расписаниеni, imtihonlar qachon bo'lishi, qaysi sanada, qaysi kabinetda вообще прям удобный qilib qo'yishgan. Bu meni fikrim. Bizning universitetda хотя бы как minimum 2 ta fan borki, o'shalarni shunaqangi zo'r darajada o'tib berishadi. Просто профессионально. Hamma fanni ham unaqa o'tishmaydi, lekin shu 2 ta fanni shunaqangi zo'r o'tishadiki, boshqalarni ham перекрывать qilib yuboradi. O'qituvchilar o'zini fanni yaxshi ko'rishi прям bilinib turadi. Masalan, bu semestrda menda Xitoy tili shunaqa bo'ldi, makroekonomika shunaqa bo'ldi, filosofiya bo'lgan, teoriya государства и права bo'lgan va ekonomическая teoriya bo'lgan. Keyingisi B blok. Bizda где-то 6 ta zdaniya bor va o'shalardan eng zamonaviysi va eng chiroylisi bizda B blok. Menga interyeri и birinchi etajdagi Friends Cafecha yoqadi. Конечно, eng chiroyli zdaniya bo'lganligi uchun ham juda ham shumni, odam ko'p, lekin o'sha Friends Cafedagi playlistga vashi o'lib qolaman deb shunaqangi zo'r tanlashadi qo'shiqlarni. Matchani ham, kofeni ham zo'r qilishadi, menga yoqadi. Keyingisi meni o'rtoqlarim va kursdoshlarim. I love them so much. Ну, конечно, bir ikkita asabim buzadiganlar ham bor va yopib ketadi hammasi. Ular shunaqangi travmalar beradi menga. Ishonmaysizlar vashshede. Lekin yaxshi ham o'rtoqlarim bor ekanki, o'shalarni heal qiladi. 8 milliard uchun obuna bo'linglar.